Bu hani yangi qurgan bir teplitsamiz ham odamlarga bir ko'rsataylik mana. Mana ko'rishinglar mumkin. Tagidan o'tamiz. Issiqxonani, stilajlarni. Mana ko'rishimiz mumkin. Ro'zg'orga bu ham xuddi o'sha razmer. Bunga mana stilajlarni qilib berdik, mana tayyor. Bu stilaj qilganimizdan, misol uchun yerga qilsamiz nechta ko'chat ketadi? Bu mash teplitsamizga stilaj qilsamiz nechta ko'chat ketadi? 2 soatda 380 chiqqan bo'lsa aytamiz, misol uchun 3 soat degan taqdirda ham bitta 1,5 minutgacha ekalasiz, patolog. 1,5 minut ekalasiz. Bundan oshirib kelmaysiz. Yerga. Bu yerda o'sha joyimizga bu tomoniga xuddi bunga shuni asg'adi. 3200 gacha sig'adi balki. 3000 ga, ya'ni pashti tembardan oshiq degani. Oshiq degani. Ya'ni ko'proq daromad degani. Albatta, albatta. Endi bu xarajati sal boshlanishga ko'p bilan boshlanadi-da. Albatta. Boshi quvasiz, ag'a o'zi Xudoy o'zi ketib beraveradi aqlni. Agar aytadi-ku, harakat sandan maraga Xudodan. Endi rosa boshlanishga katta mablag' bilan ketadi, lekin daromadi o'zini o'zi bir ikkita sezonni o'rtacha qaplab ketadi. Xudo xolasa bemalol qaplab ketadi. Mana misol uchun bitta sezonni pashti 90. Yil o'zi bu tomonda bir oyligini aytish hojat yo'q, bir aytib qo'yaman. Bir oyligi toza foydasi bo'lar, ko'p bergan paytda 30 million beradi bir oyda. Bir oyda 30 million. Shu bitta sezonni o'rtacha terim bir 3 oy, 4 oy, 5 oy bo'ladimi bu terimida? Bahordan to'xtan qor yoqquncha beraveradi. Ha, bahordan bir oyligini hisoblayveramiz-da biz. Rasxodlarimiz chiqsa, svet, tok, mana nima qay kelsa o'shani hisob kitob qilamiz. Dori, oziqalarni, o'shalarni hisoblaganda 20 million, 30 milliongacha sotdingiz. Ha. Do'xoli 10 million sotdik, eng pasti. Eng pasti. O'rta bir kasal qilib qo'ydik qilmaydi. Ash paytda 10 millionga tushdi. Hatto 20 million, 25 million oyga topsa bo'ladi bemalol. Bemalol. Usta deb bilsa. Endi mana u ham xudo xolasa ko'chatda eksa yana oshadi. Endi maqsad shu-da. Bunga qachondan ekasiz? O'sha ertadan boshlaganmiz, o'sha ertadan. Ertadan. Bunga nima narsa deydi mana ichidagilar? Kokosda o'zi keyin oqlab perlit qo'shiladi. Perlit. Perlit foydasi nima? Perlit foydasi namlikda kokosda namlik oshchi bo'lgan oladi o'ziga. Kokosda namlik qolmasa qaytib beradi o'ziga. Bu degani to'xtab qurib qolmaydi. Qurib qolmaydi. Bu bitta ana tuvagimizga nechtadan ko'chat ketadi? 8 ta ketadi. 8 ta. Shaxmat qilib keladi. Masalan, maytga bitta keladi bo'lsa, maytga bitta keladi. Mana shunday ketaveradi, shaxmat qilib ketaveradi. Qanaqa sortlardan ekmoqchisiz? Asosan bitta Murani keladi. Murani. Bir ikki tarafga, bitta tarafga bir koreyskiga ko'raman deyapman, to'g'risi. Beza bilan gaplashganman, beraman degan. Ikki taraf qatorga, bitta qatorga koreyskiga qo'yamiz. Bu yerda koreyskiga ko'rmaganmiz. Proba qilib ko'rmoqchimiz. Ko'chatlarimiz bor, probaga ko'rmoqchimiz. Misol uchun suv qo'yib ko'rdingiz, hech qayerdan tomishlar